Derry shaharchasining afsonaviy maxluqi Pennywise, lekin u o'zi aslida kim? Qanday paydo bo'lgan? Uning asl ko'rinishi qanday? Va u nega aynan Derry shaharchasidagi bolalarni ovlaydi? Va u hattoki qiz bola va uning tuxumlari ham bor desamchi? Bugungi videomizda mana shu savollarga javob topamiz. Sizlar bilan Cinema Uz va bugungi videomizni boshladik. Pennywise nafaqat qo'rquv manbai, balki Stephen Kingning Macroverse va Multiverse ichidagi eng qadimiy va kuchli mavjudotlardan biridir. Pennywise'ning ilk bor paydo bo'lishi 1986-yilda Stephen Kingning It, ya'ni U romanida paydo bo'lgan. Pennywise kelgan joy Macroverse barcha mavjud koinotlarni o'z ichiga olgan cheksiz bo'shliqdir. Stephen Kingning romanida koinotning eng qadimiy qismi bo'lib, inson tushunchasi shakllanishidan avval mavjud bo'lgan. Uning u yerdagi haqiqiy shakli inson miyasi qabul qila olmaydigan darajada murakkab va farqli bo'lib, u uni shunchaki jismoniy bir narsaga o'xshatish mumkin emas. U yerning fizik va mantiqiy qonunlarga bo'ysunmaydi. Pennywise yolg'iz emas, uning mutloq teskari tomoni bo'lgan Maturin ham mavjud. Maturin bu Pennywise'ning mutloq teskari tomoni, ya'ni ulkan kosmik toshbaqa. U yaxshilik va adolatni ifodalaydi. Pennywise esa yovuzlik va qo'rquvni ifodalaydi. Stephen Kingning It, ya'ni U romanida Maturin tasodifan qayd qilish oqibatida koinotni yaratgan. Lekin bu rostdan ham shunaqa. Ya'ni bu qanday ahmoqlik? Pennywise Maturnni eslab o'tadi va uni o'zidan kuchliroq deb biladi. Bu shuni anglatadiki, Pennywise mutlaq kuch emas, balki koinotning yaratilish kuchi bu Maturin va vayronkorlik kuchi bu Pennywise. Bularning barchasi esa Pennywise va Maturnning orasidagi kosmik kurashning bir qismidir. O'lik chiroqlar yoki o'lim nuri bu Pennywise'ning haqiqiy jismoniy shakliga ega bo'lmagan hayotiy kuchi, ruhi va ongidir. U Macroverse'ning sof energiyasidan iborat. O'lik chiroqlar Stephen Kingning romanida ular jonzotning butun ongini egallab oluvchi, tartibsiz harakatlanuvchi, gallyusinagan yorug'lik nurlar to'plami sifatida tasvirlanadi. O'lik chiroqlarga to'g'ridan-to'g'ri qaragan har qanday odam, hattoki kattalar ham o'z aqlini yo'qotadi va katatonik holatga tushadi. Ular tirik qolsa ham aqliy jihatdan o'lik holatda bo'lishadi. Faqat kosmik darajadagi dahshatli tushlarni ko'rishadi. Pennywise o'lik chiroqlarni o'zining onasi deb atashi uning biologik tug'ilishiga emas, balki kosmik transdimensional energiyasidan o'sha narsani energiya manbasidan kelib chiqqanligini anglatadi. Stephen Kingning romanida hech qanaqasiga Pennywise bir necha 100 yillar, 200 yillar oldin emas, balki million yillar oldin Yerga asteroid bilan birga tushgan, lekin asteroid uni qamog'i bo'lmagan va hech qanday chuvash qabilasi uni asteroiddan olib, uni Derry shaharchasiga qamab qo'ymagan. Stephen Kingning romanida u hech qanaqasi qamoqda qilib ko'rsatilmagan va bu haqida izoh ham berilmagan. Kinoda esa Welcome to Derry, ya'ni Derryga xush kelibsiz. Serialda esa uni asteroid uni qamog'i bo'lgan va uni chuvash qabilasi asteroid bo'laklaridan olib, uni Derryga qamab qo'yishgan deb ko'rsatishgan va bu o'sha kino uchun o'ylab topilgan alohida bir nazariya bo'lgan. Bu to'siqni qurilishidan maqsad esa Pennywise'ning kosmik energiyasini va kuchini ushlab turish, uni Derry chegarasidan tashqariga chiqishiga to'sqinlik qilish edi va uni shaharning ostidan ma'lum bir sikl har 27 yilda bir uyg'onishi bilan cheklash edi. Shuning uchun Pennywise faqatgina Derry shaharchasida o'z kuchini namoyon qilgan. Bizga serialda ko'rsatishdiki, asteroid Pennywise'ning qamog'i bo'lgan va asteroid bilan birga Pennywise ham yerga tushgan va qamog'i buzilgan. Natijada u chuvash qabilasiga hujum qilishni boshlagan. Chuvash qabilasi qandaydir qilib, nimalardir qilib, bilmayman, o'sha asteroid uning qamog'i ekanligini bilib va asteroid bo'laklarini olishgan va Derry shaharchasini tashqarisiga ko'mib tashlashgan. Natijada u uning yana qamog'iga aylangan va u Derry shaharchasidan chiqa olmagan. Keyin esa, ya'ni Derryga xush kelibsiz seriali davomida esa harbiylar bu bo'lakni bittasini topishdi va uni eritib yuborishdi. Pennywise uyquga ketgan bo'lsa ham yana uyg'ondi. Derrydagi bolalarni yana ovlashni boshladi va Pennywise o'sha ochiq qolgan joydan Derrydan chiqib ketib, butun dunyoga xavf solmoqchi bo'ldi. Bill va do'stlari o'sha chuvash qabilasi asrab kelayotgan bitta asteroid bo'lagi bilan uni yana to'xtatishdi, ya'ni o'sha asteroid bo'lagini yana yerga ko'mib qo'yishdi va yana qamoq tiklandi va Pennywise keta olmadi va yana uyquga ketdi. Lekin o'sha yerda bizga yana bir narsani ko'rsatishdiki, Pennywise, ya'ni Richie Tauzerning onasiga sening o'g'ling bo'ladi va seni o'g'ling va uni do'stlari meni o'ldirishadi deb aytdi. Lekin o'sha yerda yana bir narsani aytdiki, bu men uchun yakun emas, qaytangi u men uchun tug'ilish dedi. Balkim Pennywise kelajakdan o'tmishga qaytayotgan bo'lishi mumkin yoki boshqa yana bironta nazariya bo'lsa yozib qoldiringlar. Men shunday deb tushundim. Shunday narsalar bo'lishi mumkin, yana bilmadim. Men sizlarga videoni boshida
Pennywise aslida qiz bola va uning tuxumlari ham bor deb aytgandim. Ha, shunday va buni hozir tushuntiraman. Ha, xuddi shunday. Pennywise o'zini oxirgi jangida o'zini katta o'rgimchak qiz bola shakliga o'zgartiradi va o'rgimchak shaklini oladi. Romanda it o'zini, ya'ni Pennywise o'zini shu shaklda urg'ochi deb ta'riflaydi. Kosmik mavjudot sifatida Pennywise jinsiy mohiyatdan betaraf, genderless. Uning ayol o'rgimchak shaklini tanlashi inson miyasi tushuna oladigan eng qo'rqinchli fundamental va biolog dahshatni anglatadi. Ha, Pennywise rostdan ham homilador. U romanda homilador qilib ko'rsatilgan, ya'ni Stephen Kingning romanida u homilador qilib ko'rsatilgan. Ha, Losers Club, ya'ni omadsizlar guruh a'zolari kanalizatsiyaga kirgan paytda u allaqachon homilador bo'lgan. Uning maqsadi yer yuzida o'z turini davom ettirish edi. Losers Club, ya'ni omadsizlar guruhi uning uyasiga kirganda ular yuzlab tuxumlarni topishgan. Yo'q qilinishi Losers Club a'zolari Pennywise'ni chad marosimi bilan yo'q qilgandan keyin ular qolgan barcha tuxumlarni ehtiyotkorlik bilan yo'q qilishadi va Pennywise'ni tuxumlarni hammasi yo'q qilib yuborishadi. Jismoniy mag'lubiyati. Bill va do'stlari omadsizlar guruhi, ya'ni Pennywise'dan qo'rqishmaydi va Pennywise kuchsizlanadi va uni ushlab yuragini siqib o'ldirishadi. Jismoniy shaklini doimiy o'limi. Romanga ko'ra u o'ladi. O'lik chiroqlar energiyasi manbai yo'q qilinadi va o'zini kosmik vataniga, quyoshdan tashqaridagi bo'shliqqa butunlay qayta olmaydi. Uning mavjudligi Derrydan Macroverse'ga bo'lgan yagona eshikdan uziladi. Jismoniy shakli va barcha tuxumlar yo'q qilinadi va endi u Derryga hech qachon qaytib kelmaydi va o'ladi. Men boya aytib o'tdim, chad marosimi bilan yo'q qilishadi dedim. Chad marosimi o'zi nima? Bu qadimiy hindular tomonidan o'ylab topilgan marosim, ya'ni Pennywise'ni yo'q qilish uchun. Nimaga hindular yo'q qilmagan? Buni bilmadim-u, lekin o'shalar tomonidan o'ylab topilgan marosim, ya'ni bizga uni filmda ham ko'rsatishdi. Qanday bo'ladi? O'sha bizning omadsizlar guruhimiz katta bo'ladi filmda. Katta bo'lgandan keyin o'zlarining artefaktlarini topishadi. Keyin o'shalarni bir idishchaga solib yoqishadi va o'zlarini Pennywise bilan, ya'ni jismoniy shakldagi kuch bilan emas, ruhiy kuch bilan yengishadi. Ya'ni o'zlarini bolalikdagi xotiralarini qaytarishadi va o'sha o'zlarini qo'rqadigan narsasidan qo'rqishdan to'xtashadi va Pennywise'ni shu orqali mag'lub etishadi. Va natijada Pennywise o'lik chiroqlari ham yo'q bo'ladi. Pennywise bu oddiy yirtqich emas. U nafaqat oziqlanishni, balki qo'rquvni iste'mol qilishni xohlaydi. Qo'rquv uning uchun nafaqat ozuqa, balki zardob va lazzat hamdir. Qo'rquvga botgan qurbonning go'shti shunchaki qo'rqmaydigan qurbonnikidan yaxshiroq deb hisoblaydi va qo'rquvni yaxshi ko'radi. Pennywise ko'pincha masxaraboz, ya'ni palyacho kiygan masxaraboz ko'rinishda bo'ladi va u uning sevimli ko'rinishi, chunki u bolalarga ham, kattalarga ham birdek qo'rquv olib keladi. Chunki qiziqarli, masxaraboz ortida dahshatli darajadagi maxluq kutib turishini hech kim tasavvur ham qilmaydi. Pennywise'ning eng katta zaifligi bu birlik va jasoratdir. Ya'ni Pennywise bolalarning birlashgan aqliy kuchidan va ularning sof ishonchidan qo'rqadi. Pennywise'ning butun kosmik qudratiga qaramay, u asli mutlaqo yovuz va aqlsiz yirtqichga o'xshagan mavjudotdir. Uning kosmik hazillari va g'alati harakatlari uning insoniy aql idrok doirasidan tashqarida ekanligini ko'rsatadi va shu bilan bugungi videomiz tamom. Men Pennywise haqida topgan barcha ma'lumotlarim shundan iborat edi. Albatta sizlar bizani qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. O'tinglar, silka oppisaniyada, nimaligini aytmayman va harakat qilaman yana video chiqarishga, lekin bolalar bilmayman, video chiqara olmayapman, chunki ideya kelmayapti. Ideya kelsa keyin montaj qilish yoqmaydi, sababi Fortnite o'ynab qolib ketaman, juda ham ko'p o'ynayman. Shun qaydandir turtib turadigan odam kerak menga, to'g'ri video qilish kerak deb, shuning uchun kommentariyalar yozib tashlanglar. O'tinglar, men haqimdagi barcha ma'lumotlar o'sha oppisaniyada bo'ladi, o'tib ko'ringlar. Lekin nimaligini ayta olmayman. Bye, keyingi videolarda ko'rishguncha.